madrasalari. Milodiy. Eramizdan avvalgi asrlarda vujudga kelgan Xo'qand, hozirgi Qo'qon shahri 13-asrning 20-yillarida Mo'g'ullar tomonidan vayron qilinib, suvga bostirildi. 14-15-asrlar mobaynida shahar asta-sekin tiklana boshladi. 16-asr boshlarida ham shahar unchalik katta bo'lmay, Bobur Mirzo tili bilan aytganda o'rchin, ya'ni shaharcha holatida edi. Shuning uchun shaharda qadimiylikda Samarqand va Buxoro obidalariga tenglashadigan obidalar yo'q. Biroq o'sha paytlarda ham qurilish ishlari olib borilib, muhtasham imoratlar qurilgan. 19-asrning boshlarida Qo'qonga kelgan rus elchisi Filip Nazarov shaharda qadimdan qolgan, nurab borayotgan mahobatli imoratlarni ko'rganligini yozib ketgan. Agarda tarixga bir nazar solsak, Dovon davlati bo'lgan. Dovon davlati juda ham mashhur bo'lib, eng qizig'i o'sha vaqt uchun 70 ta shahar va shaharchani o'sha bir-biriga birlashtirib konfederativ davlat bo'lgan ekan. Shunga eng qizig'i shu. Lekin aytmoqchimanki, shu bilan birga mana shu yerda boshlangan ekan. O'sha Dovon davlatida o'zi hammasi mustaqil bo'lib, shahar davlat bo'lib, ham o'zini iqtisodiy va boshqa ijtimoiy masalalarni o'zi qaror qilgan. Lekin bir umum davlat miqyosidagi siyosat bormi? Bir iqtisodiy katta maktabdagi amallar bor. O'shanda bilan birlashib, o'shanda keyin bular o'zini o'sha masalalarni hal qilgan. Shu bilan birga aytmoqchimanki, bu Dovon davlati agarda biz tag'in ham chuqurlashsak Xitoy tarixiga, Chjan degan haligi sayohatchi bu yerda kelib, o'sha miloddan oldin 200-yillarda bu to'g'risida axborot berib ketgan. Qo'qon shahri xonlik poytaxtiga aylangandan so'nggina taraqqiyotga erishdi. 19-asrning ikkinchi yarmiga kelib esa go'zalligi, me'morchiligi bo'yicha Buxorodan qolishmaydigan darajaga yetdi. Qo'qonda Latif Markaziy Osiyoning eng ko'hna va madaniyat, ma'rifat gullab yashnagan shaharlardan biri hisoblanadi. Qo'qon shahri qadimgi vaqtlarda Xo'qand deb atalgan va adabiy manbalarda Xo'qanda Latif deb atalgan. Shaharning bunday nom olishiga avvalo Xo'qonning iqlimiy sharoiti sabab bo'lgan. Ya'ni Xo'qandda juda ko'p shamol bo'lgani uchun Xo'qand deb nom berishgan. Xu qadimgi turkiy tilda shamol, qand, kent so'zlari esa aholi maskani, shahar degan ma'nolarini bildiradi. Xo'qand shamollar shahri degan ma'noda keladi. Mustaqillik davrida ilmiy tadqiqotli ishlar o'tgan deganda bitta sopol idishlar topgan. Sopol idishlarni ishlashi, unda haligi nima deydi? Shinamligi, chiroyligi, o'sha kraskalar, ranglarda yurgizgani shuni ko'rsatyaptiki, u shahar miqyosida, u o'sha qanaqadir moslamalarda qilingan, qo'lda mas degan dalillarni beryapti. 19-asr oxirgi choragi ma'lumotlariga ko'ra, Qo'qonda milliy me'morchilik an'analari asosida qurilgan 200 dan ziyod hashamatli hovli va boshqa ko'rkam imoratlar mavjud edi. Qo'qon shahri sershamolligi, havosi tozaligi, suvi shirinligi, aholisi mehmondo'st, shoir tabiat, asriyaga, hazilga moyil, hozir javob bo'lganligi va boshqa fazilatlari uchun shaharga Latif degan nisba berilgan. Bu nisba degani sifatli bir belgisi. Dunyoda Sharif degan nisba olgan shahar 6 ta bor. Lekin Latif degan nisba olgan shahar faqat bizning Xo'qand Latif. Shu bilan biz faxrlanamiz.
Qo'qonda latifni latif qilgan juda ko'p omillar bor. Bulardan biri Qo'qonda adabiy muhit paydo bo'lganligi. Mana shu Qo'qonda adabiyotning adabiy muhitning yuksalishi ko'p jihatdan madrasalarga ham bog'liq. Chunki shariatning qoidalarini bilish uchun, umuman adabiy asarlar bitish uchun albatta ilm olgan bo'lish kerak. Ilmni esa o'sha vaqtlarda madrasalar bergan. Madrasa atamasi dars, saboq o'zagidan yasalgan bo'lib, dars o'tiladigan joy ma'nosini anglatadi. Madrasa inshootlari, darsxonalar, xo'jalik binolari, masjid, tahoratxona hamda tolibi ilmlar istiqomat qiladigan hujralardan iborat bo'lgan. Madrasada asosan diniy, qisman dunyoviy ilmlar, arab, fors tillari o'qitilgan. Madrasalar nafaqat o'quv yurti, balki ilm-fan markazi sifatida faoliyat ko'rsatgan. Madrasalarning hujralarida asosan tolibi ilmlar istiqomat qilganlar. Shuningdek, ayrim uy-joysiz ziyolilar, uyida ilmiy va ijod bilan shug'ullanishga sharoiti bo'lmagan alloma va shoirlar ham madrasalarda hujra olib istiqomat qilganlar. Islom yangi nozil bo'lgan vaqtlarda bir necha asr odamlarga ta'lim masjidlarda o'zida va ayrim joylarda olimlarda hujralarda bo'lib o'tar edi. Keyin mana shu odamlarni o'qitish ehtiyoji kelib chiqqandan keyin 11-asrda o'rtalarida podshoh eng buyuk vazirlardan biri Nizomul Mulk shu kishi birinchi bo'lib Bag'dodda madrasaga asos qiladilar. Shundan ko'p o'tmay Samarqandda Qoraxoniy hokimlaridan bo'lgan Tamg'ach Bo'roxon musulmon olamda ikkinchi madrasani qurdiradi. Jome masjidi. Qo'qon shahrining qoq markazi Chorsuv maydonida joylashgan ushbu tarixiy obidaning ichida masjid bilan birgalikda madrasa ham faoliyat ko'rsatgan. Va bu yerning tarixi Qo'qon xonlaridan biri bo'lmish Olimxon nomi bilan ham bog'liq. Jome masjidi qurilishining ilk tarixi Qo'qon xoni Sayyid Muhammad Olimxon nomlari bilan bog'liq. Olimxon davriga kelib, shahar jome masjidi juda eskirib, nufuzi o'sib kelayotgan aholi uchun torlik qilib qolgan edi. Olimxon yangi masjid qurish borasida ko'pni ko'rgan keksalar bilan maslahat qilganlarida, ular mavjud jome azaldan shu yerda joylashganligini aytadilar. Olimxon jomeni vaqtincha Mir madrasasining katta hovlisiga ko'chirib, eski jome o'rnida qurilishni boshlab yuboradilar. Biroq ma'lum sabablarga ko'ra qurilish to'xtab qoladi. Olimxon dastlabki qurilish ishlarini boshlaganda din peshvolari ruxsat berishmaydi. Sabab masjid madrasa qurar ekansan, halol yo'l bilan topilgan pul bo'lishi kerak. Lekin xazinani puliga esa hech qanday isbot yo'q degan din peshvolarining fikrlari unga sabab bo'ladi to'xtab qolishiga. Va Olimxon vaqf yerlariga ajratilgan yerlarga boshqatdan dehqonchilik qilishni buyurib, mana shu dehqonchilikdan tushgan mablag'ni bir yerga to'play boshlashadi. Va bu mablag' katta miqdorga yetgunga qadar afsuski, Olimxon vafot etib, o'rnalariga taxtga Amir Umarxon o'tirishga muvaffaq bo'ladi. Va Amir Umarxon ham xuddi mana shu voqeani davom ettiradi. Olimxonning ukalari Sayyid Muhammad Umarxon bu voqeadan yaxshi xabardor edilar. U tufayli davlat tasarrufida bo'lmagan xususiy mulklaridan bir qismini bo'lajak masjid uchun vaqf mulkiga aylantiradilar. Vaqf yeridan kelgan daromad qurilishni qoplash darajasiga yetgach, 1816-yilda qurilishni boshlab yubordilar. Qurilishga o'z zamonasining yirik me'mori, allomasi va shoiri bo'lmish
Mulla Xudoyor Israfshani maxfiy boshchilik qilgan. Bino tarhini maxfiy o'zi tayyorlagan. O'sha davr manbalarini qiyosiy o'rganish jarayonida jome inshooti quyidagi tarhga bo'linganligi aniqlandi. Inshoot kvadrat shaklida bo'lib, g'arb tomonini masjidning asosiy qismi ayvon va xonaqoh egallagan. Qolgan 3 ta tomonida darvoza va eshiklar, hujralar, darsxonalar, xo'jalik binolari, tahorat xonalar va boshqa zaruriy binolar bo'lgan. Ayvon 100 metrdan iborat, 98 ta ustunlari mavjud bo'lib, 98 ta ustunga bitta minorani qo'shib hisoblaganimizda 99 soni kelib chiqadi. Bu islom dinida Allohning nomlariga ishora tarzda qurilganligini bildiradi. Yuqorisiga qarasak 114 ta kataklardan iborat bo'lib, bu kataklarning soni 114 taligi Qur'oni Karimdagi 114 ta suraga ishora tarzda qurilganligini bildiradi. Bundan tashqari ayvonning yuqori qismi juda ham chiroyli naqshlar bilan bezatilgan bo'lib, ushbu naqshlar asosan islomiy va giriy uslubidagi naqshlar bilan bezatilgan. Islomiy bu o'simliksimon naqshlarga nisbatan aytiladigan bo'lsa, giriy esa geometrik shakllardan foydalanilgan naqshlarga nisbatan aytiladi. Masjid hovlisining qoq o'rtasida balandligi 22,5 metr keladigan minora qad ko'targan. Minoradan har 4 taraf tashqi devorigacha bo'lgan masofa roppa-rosa 44 metrdir. Minora uchi qirqilgan konus shaklida bo'lib, yuqori qismi, ya'ni mezanasi 6 qirralidir. Yuqoriga chiqish uchun aylanma zinapoya qilingan. Minora musulmon g'isht bilan urilgan. Naqsh va bezaklardan xoli 1975-1982 yillarda olib borilgan ta'mir ishlari mobaynida minora mezanasiga ganchdan ishlangan panjaralar o'rnatildi. Bundan tashqari ayvonning o'rtasida xonaqoh joylashgan bo'lib, bu Qo'qon shahrining me'morchiligiga xos uslubda qurilganligi bilan ajralib turadi. Sabab, e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, haligacha binolarimizda ayvon quriladi. Lekin ayvon binodan tashqarida joylashadi. Bizni shahrimizni iqlimidan kelib chiqqan holda o'sha davrdagi me'morlar shuni inobatga olishganki, shamol, yomg'ir, sochin kunlarda ayvonning o'rtasiga bino qurilishining sababi aynan mana shu shamolda paytida chang to'zondan saqlasin degan maqsad ko'zda tutilgan. Inshootning masjid va minoradan boshqa tarkibiy qismlari saqlanmagan. Masjid ulkan ayvon va uning ichidagi xonaqohdan iborat bo'lib, ayvonning uzunligi 97,5 metr, eni 25,5 metrdir. Xonaqoh ayvonning ichiga, uning qibla devoriga yondashtirib qurilgan. Devorlari g'ishtdan urilgan bo'lib, ganch bilan suvalgan. Devor suvog'i ramziy to'rtburchak pannolarga bo'lingan. Har bir pannoga ravoqlar solingan. Bino shiftini 98 ustun ko'tarib turadi. Ba'zi kishilar uchun bu raqam g'ayritabiiy ko'rinadi. Nima uchun 100 ta emas, aynan 98 ta ustun o'rnatilgan degan savol tug'ilishi tabiiy. Me'morlarning hisob-kitoblariga ko'ra 114 toqini ko'tarib turish uchun ayvon va xonaqoh devorlarini ham hisobga olganda aynan 98 ustun kerak bo'lar ekan. Shoir Fazliyning ta'kidlashicha, ayvon ustunlari kumush suvi bilan, muqarnaslari esa zarhal bilan bo'yalgan. Ma'lumki, Qo'qon shahri Farg'ona botig'ining Sizot suvlari yer yuziga yaqin joylashgan zax joyda o'rnashgan. Shu tufayli masjid binosi tez orada ta'mirga muhtoj bo'lib qoladi. 1847-yilda Xudoyorxon tomonidan joriy ta'mir, 1855-1856 yillarda esa katta ta'mir ishlari olib borildi. 1905-1907 yillarda masjid binosi hashar yo'li bilan ta'mirlandi. Ta'mir jarayonida ustunlarning ayrimlari almashtirildi, naqsh nigorlari yangilandi. Lekin malakasi turli darajada bo'lgan ustalarning ishtiroki oqibatida
eski go'zal naqshlar ustidan yangi yaltiroq, biroq sifatsiz naqshlar solindi. Hujralarning bir qismi buzib qo'yildi-yu, yangidan qurilmadi. Masjid qismi 1930-yillargacha faoliyat ko'rsatgan. Ayniqsa madrasa qismi 1918-yilga to'liq tugatilinadi. Madrasa 1918-1919 masjid qismi esa 1928-yilgacha ishlab turdi. So'ngra masjid madrasa majmuasining katta qismi, chunonchi hujralar, darsxonalar va xo'jalik binolari buzib yuborildi. Faqat ayvon va xonaqohgina saqlanib qoldi. Jome masjidi nafaqat me'morchilik obidasi, balki tarixiy yodgorlik sifatida ham qadrlidir. Mamlakat, shahar taqdirini hal qiluvchi xalq yig'inlari shu yerda bo'lib o'tgan. Qo'qon madrasalari. 18-asr mobaynida Qo'qonda bir nechta madrasa qurilgan bo'lsa-da, Buxoro va Samarqand madrasalari bilan tenglasha oladigan madrasalar yo'q hisobi edi. Norbutabiy davriga kelib, Qo'qon xonligi kengaydi va saltanat quvvatga kirdi. O'rta Osiyoda madrasalar eng ko'p qurilgan shahar Buxoro. Ikkinchi o'rinda Qo'qon. 19-asrda oxiri, 20-asrda boshlarida 65 ta madrasa Qo'qonda faoliyat ko'rsatgan. Mir yoxud Norbutabiy madrasasi. O'sha davrda Qo'qonda ilmli kishilarga ehtiyoj kuchaydi. Madrasa qurdirish hukmdorlar va badavlat kishilar uchun eng savob ishlardan biri hisoblanadi. Norbutabiy umrlarining oxiriga yaqin Samarqand madrasalari kabi muhtasham, yirik madrasa qurdirish fikriga tushib, me'morlarni to'plab bo'lajak madrasa uchun joy tanlash, qurilish ashyolarini tayyorlashga farmon berildi. Qo'qonda u davrda tajribali me'morlar kam bo'lganligi tufayli Buxorodan usta Qosim va Muhammad Solih degan ustalar ham taklif qilindilar. Shunday buyruq beriladiki, madrasa uchun joy topilishi kerak bo'ladi va ustalar va me'morlar tomonidan Chorsu hududi tanlanadi. Lekin Chorsu hududida katta bozor joylashganligi sababli Norbutabiy odamlarni ovora qilmasdan, ya'ni madrasani bu yerga qurmasdan boshqa bir joyni tanlashni tavsiya etishadi. Va Chorsu maydonidan sal shimolroqda joylashgan Buljor mavzesi madrasa uchun joy tariqasida tanlanadi. Vaqtinchalik 2 yilga ot bozori bu yerga ko'chirtirib olib kelinadi va otlarning tuyog'i, odamlarning oyog'i ostida yaxshilab shibbalangandan so'ng qurilish ishlari boshlanib yuboriladi. 2 yildan so'ng 1798-yilda Norbutabiyning vafotlariga yaqin deyarli bitirildi va chala ishlar madrasa ochilgach 1799-yilgacha davom ettirildi. Norbutabiy Qo'qon xonlari ichida eng uzoq hukm surgan, eng odil va saxovatli hukmdor edi. U kishining davrida saltanatda tinchlik, osoyishtalik, to'kinchilik, arzonchilik nozil bo'ldi. Atrof o'lkalarda ko'plab qabila va elatlar Farg'onaga ko'chib kelib, bu yerdagi mehr-oqibat, to'kinchilikdan bahramand bo'ldilar. Shu tufayli masjid ochilishi marosimida xonlikning yirik alloma ulamolari Norbutabiyga Amir al-Muslimiy unvonini berib, madrasani Madrasai Amir al-Muslimin deb nomladilar. Madrasa nomi rasmiy doiralar va
hujjatlarda Madrasai Mir deb atalgan bo'lsa-da, xalq ichida Norbutabiy madrasasi deb ham yuritilgan. Norbutabiy davrda mamlakatda osoyishtalik, arzongarchilik hukm surgan. Shu sababdan qo'shni elatlardan, qo'shni davlatlardan, shaharlardan elat va qabilalar ko'chib kelgan. Masjidning ochilish jarayonida Norbutabiyga Amirul Muslimin degan nom berilgan va madrasani esa Madrasai Amirul Muslimin deb atashgan. Lekin bora-bora bu nom qisqarib ketgan va Madrasai Mir deb nomlana boshlangan. Rasmiy doiralar va hujjatlarda Madrasai Mir deb nomlanadi, lekin xalq orasida bu madrasa Norbutabiy madrasasi nomi bilan mashhur. Madrasalar 3 xil bo'ladi. Egaligiga qarab. Birinchisi xom madrasa, ikkinchisi eshon madrasa, uchinchisi xos madrasa. Xom madrasa bu hukmdorlar tomonidan quriladi va bu madrasalarda xonlar o'zlari ta'minlaydi, o'zlarini xo'jaligidan umumiy diniy bilimlardan tashqari xom madrasalarda xattotlik va davlat ishlarini olib borish darslari o'tilgan. Ikkinchi turkumi eshon madrasalar. Bu yirik tasavvuf namoyandalari, eshonlar, shayxlar tomonidan qurilgan. Bu madrasalarda umumiy diniy ta'limdan tashqari tasavvuf ilmi ham o'tiladi. Yana bir xos madrasalar bor. Bu xos madrasalar shaharda va shahar atrofidagi yirik mansabdorlar, harbiylar, boylar tomonidan xonda ruxsati bilan qurilgan. Bularda mudarrisini ham, mutavallisini ham o'sha qo'lga odamlar tayinlaydi. Madrasa tarixi to'g'ri to'rtburchak shaklida bo'lib, 52 ga 72 metrga bo'lib, uning peshtoq qismi shimolga qaratilgan, juda ham muhtasham katta qilib qurilgan. Shunday poydevorlari shunday mustahkam qilib qurilganki, kelajakda madrasani ikkinchi qavatini ham qurishni maqsad qilib qo'yishgan. Madrasa Buxoroda joylashgan Abdulazizxon, Mir Arab madrasalariga o'xshab ketadi. Bu binoning tashqi devorlariga hech qanday bezak berilmay, g'isht choklari angob uslubida to'ldirilib, silliqlangan. Hujra va darsxonalar ganch bilan suvalib, naqsh solinmagan. Faqat masjid binosigina odmi ganchkor naqshlar bilan biroz bezatilgan. Gumbazlarning devorga tutashadigan qismi muqarnas, sharafa uslubida ganch bilan bezatilgan. Masjid mehroblari ganch muqarnaslar bilan ko'rkam qilingan. Madrasa darvozaxona qismi masjid, katta darsxona va darsxonalardan iborat bo'lgan. Norbutabiy juda ham taqvodor odam bo'lganligi sababli ko'p naqshlar yordamida bezatilmagan. Katta darsxona orqali ichki hovliga o'tilgan. Ichki hovli to'g'ri to'rtburchak shaklida bo'lib, 40 ta hujradan iborat bo'lgan. Madrasa binosi Buxorodagi Ko'kaldosh, Abdulazizxon va Mir Arab madrasalari binolariga o'xshab ketadi. Bu hol qurilishda buxorolik ustalar ham ishtirok etganliklari tufayli bo'lsa kerak. Madrasa 1924-yilgacha faoliyat ko'rsatadi. Vaqf mulklari davlat tomonidan tortib olingach, talabalar soni ham kamayib ketadi va nihoyat berkitiladi. Sohibzoda Hazrat madrasasi
1869-yilda tasavvufning yirik namoyandasi, Qo'qon xonlarining piri, yirik ulamo va davlat arbobi Miyon Fazil Ahad Halilullo Sohibzoda Hazrat tomonidan qurilgan. Sohibzoda Hazrat 1825-yilda Qo'qon xonlarining taklifiga binoan Peshawar shahridan ko'chib kelgan. Qo'qon xoni Muhammad Alixon unga shaharning Isfara Go'zar mavzesidan katta yer maydonini ajratib bergan. Sohibzoda Hazrat 1860-yillar o'rtasida Peshavordan katta meros mablag' olib, madrasa qurilishini boshlab yuborgan. Binoning ikki hovlisi g'arbdan sharqqa yo'nalgan o'q bo'lib, 3-hovli esa shu o'qning janubiga tutashtirib joylashtirilgan. Madrasaning asosiy peshtog'i janubiy hovlining g'arbga qaragan tomonida bo'lib, binoga gumbazli darvozaxona orqali kiriladi. 3 hovlili bo'lishini sabablaridan yana bittasi shundan dalolat beradiki, bu yerda ta'limni 3 ta bosqichga olib borilgan. Ya'ni o'sha adno, afsat va a'lo deb yuritilgan. Ya'ni bu yerda o'sha boshlang'ich, o'rta va oliy darajadagi ta'lim ham mana shu yerda olib borilgan. Endi mana shu janubiy hovlini g'arbga qaragan qismida, mana shu peshtoq qismi g'arbga qaragan holatda qurib bitkazilgan va mana shu binoga, ya'ni madrasaga mana shu gumbazli darvozaxona orqali kirib kelinadi. Darvozaxonaga yondoshgan hujralarda hozirgi paytda Muqimiy hujra muzeyi joylashgan. Manbalarning xabar berishicha, bu madrasada ulug' shoir Muhammad Aminxo'ja Muqimiy yashab ijod etgan. Endi Muqimiyni aynan bu dargohga chiqishlarining sababi esa mana shu turmush taqozosi bilan bir uysiz yurgan paytlarida mana shu madrasani egalari, ya'ni Sohibzoda Hazratning o'g'illari Miyon Sotvolixon. Endi Miyon Sotvolixon mana shu Muqimiyni saboqdosh do'sti ham hisoblanadi va bu kishiga homiylik ko'rsatgan kishi ham deb atashimiz mumkin, chunki aynan mana shu ikkala hujrani Muqimiyga mana shu Miyon Sotvolixon ajratib berishgan. Endi bu hujrada Muqimiy juda ham ko'p mana shu ijod bilan shug'ullanishgan. Endi bu bir uy bir dahliz deyilgan hujra. Endi bu yerda asosan ichkargi qismida Muqimiyning o'zlari yashagan bo'lsa, mana shu dahliz qismida asosan bir shogirdlari istiqomat qilgan va shu bilan birgalikda o'sha ro'zg'or buyumlari aynan mana shu ikkinchi dahliz qismida joylashgan. Janubiy hovlining maydoni 32 ga 26 metr bo'lib, hujralar bilan o'ralgan. Boshqa hovlilarga chiqish uchun yo'laklari bo'lgan. Hovlining janubiy tomonida to'sinli tom bilan yopilgan masjid va o'shanga yarasha minora qurilgan. G'arbiy hovli hujralar va darsxonalar bilan o'rab olingan. Sharqiy hovli esa shohidozlik arteli tomonidan buzib yuborilgan. Dasturxonchi madrasasi. 1833-yilda mashhur davlat arbobi Mahmud Dasturxonchi Muhammad Janoqi o'g'li tomonidan qurdirilgan.
Dasturxonchi mansabi oliy mansablardan bo'lib, Yevropa mamlakatlaridagi saroy ministri vazifasiga to'g'ri keladi. Me'moriy yechimiga ko'ra, madrasa binosi qo'sh hovli uslubida qurilgan. Ichkari hovlida tolibi ilmlar uchun hujralar, tashqi hovlida esa darsxonalar, masjid va xo'jalik xonalari bo'lgan. Bir 1912 yilgi ma'lumotlarga ko'ra, madrasada jami 35 hujra bo'lib, 68 tolibi ilm istiqomat qilgan. Nafaqat tolibi ilmlar, balki olimlar ham yashagan. Shoirlar, boshqa odamlar tinchroq joyda istab madrasaga kelib, madrasadan hujra olib, o'sha hujrada o'tirib ijod qilishgan. Va shunisi qiziqki, o'sha hujra olib o'tirgan odamlarga ham o'sha tolibi ilmlar qatori nafaqa berilgan. Keyin Umarxonning davrida bitta madrasa shoirlar uchun ajratilgan. Keyinchalik 20-asrlarga borib, madrasa qayta ta'mirlangach, 1992-yil ushbu dargoh 60 dan ziyod 15-20 yoshlardagi qizlarga o'z eshigini ochadi. U yerda ular kashtachilik va uy ro'zg'or tutish sirlaridan voqif bo'lishgan. Mo'yi muborak ziyoratgohi. 1832-yili Qo'qon saltanati hukmdori Sayyid Muhammad Alixon G'oziy tomonidan yuborilgan elchilar Mullo Abdurahmon Sharbatdor va domla Ernazar Oxund Usmonli Turk sultonligi poytaxti Istanbulga yetib bordilar. Turk sultoni Islom xalifasi Mustafa o'g'li Mahmud ularni alohida hurmat va ehtirom bilan qabul qilib, uzoq suhbatlashdilar. Vatanga qaytish vaqti yetgach, sulton elchilarni so'nggi bor qabul qilib, yorliq va sovg'a salomlar bilan topshirdilar. Sovg'alar ichida payg'ambarimiz Rasuli Akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning muborak mo'ylari solingan oltin gardishli shisha naycha ham bor edi. Yo'lda elchilardan biri Mullo Abdurahmon Sharbatdor vafot etdilar. 1833-yilda domla Ernazar Oxund Xo'qandga yetib keladi. Elchi tomonidan muborak mo'y olib kelinayotganligi choparlar orqali Xo'qand ahliga ma'lum edi. Xo'qand ahli elchini shahar darvozasi tashqarisida zo'r tantana va qiziqish bilan kutib oladi. Mana biz hozir noyob bir joyga kelyapmiz. O'sha Muhammad Alixon, Amir Umarxonning o'g'illari davrida o'shalarda o'sha nimani sultoni, Turkiyaning sultoni o'sha ota yurtiga azbaroy hurmati uchun Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mo'ylarini o'sha shisha naychada oltin bilan nima qilingan, hoshiya berilgan naychada tuhfa qilgan. Bu tuhfa qilgandan keyin, bu kiygandan keyin bitta juda bahslar bo'lgan. Qattiq qo'yaylik, katta saqlaylik deganda, mana bu yerda o'sha to'razodalar, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning nevaralarini, avlodlari bitta yashaganda, o'shalarni qarorgohiga, shatta bilan masjidi bo'lgan, boshqa uyga o'sha kelib, shatta qo'yishga qaror qilishgan. Bu naycha mana bu mana saqlangan. Bu uning ichida sandiq bo'lgan. Sandiqning ichida hali 7 ta bir-biriga tushadigan sandiq bo'lgan. Eng kichik sandiq ichida naycha saqlanganda, u naychada o'sha mo'y saqlangan. Mana hozir biz kiramiz mana bu yerga. Mana bu yerda bu saqlangan, bu o'sha davrdagi bino. Buni faqat hali tiklandi xolos. O'zi o'sha davrda mana kirsak, bismillahirrohmanirrohim. Mana o'sha sandiq. Bu asl nusxa. Bu asl nusxa. Mana buni faqat shuni o'zi qolgan xolos. Qolganni hali olib chiqib ketishgan-u, lekin buni olib chiqib ketaman deyishganda bu eshikdan sig'magan. Bu bo'lsa bundan ham ajrardik. Hayratdan bu ekan. Ko'ryapsizmi? Bu hali adashmasam nimada yong'oq daraxtidan qilingan. Mana ko'ryapsiz-ku, qanaqangi bir hali
ko'p vaqt turadigan umr uzoqli sandiq bo'lgani, afsuski hali qolganlari qismlar topilmagan. Bu yerda judayam ko'p insonlar kelib ziyoratgoh bo'lib aylangan. Xonlar davrida yozgi bitta qarorgoh bo'lgan. Yana bir qiziq joyi borki, bitta hamma xonlikka o'tkazish, oq kigizni ko'tarish mana shu yerda bo'lgan. Bu yerda masjid bo'lar edi. Afsuski u masjidni bilan boshqatdan ta'mirlashdida o'sha saqlandi-yu, lekin nima emas, o'zi emas, aylanmas. Bu yerda Muhammad Alixonning bobosi Norbutabiyning bolalik chog'lari o'tgan. Umarxon ham shu qishloqqa kelib ko'p marotaba dam olgan va sayr qilgan. Aynan shu tomonlardan ham bu joy nafaqat Muhammad Alixon uchun, balki Qo'qon ahli uchun ham mo'tabar hisoblangan. Bu mo'yi muborakning shuhrati keyinchalik xalq dostonlarida ham o'rin oldi. Shuni aytib o'tish kerakki, Nodira begim uchun mo'yi muborak xalqqa yaqinlashish uchun eng zaruriy vosita bo'lib, u hayotining so'nggi yillarini ko'proq mo'yi muborak ziyoratida o'tkazishni, shu zaylda faqir, beva bechoralarning ko'nglini olishni kundalik hayot mazmuniga aylantirgan edi. Muqaddas mo'y 2-jahon urushidan keyin qiyinchilik yillarida yo'qolgan va kimlar tomonidan o'g'irlangani noma'lum. Muqaddas haj va umra safariga boruvchilar o'z safarlarini ushbu muqaddas dargohni ziyorat qilishdan boshlashadi. Shu kungacha ziyoratchilar safi bu dargohdan to'xtagani yo'q. Qo'qonda dastlabki madrasa qachon qurilganligi haqida aniq bir ma'lumotimiz yo'q. Chunki Qo'qon shahri juda katta bir musibatga, talofatga uchragan bir vaqtlar. Ya'ni 13-asrning boshlarida, aniqrog'i 1220-yillarda Qo'qon shahri Mo'g'ullar tomonidan butunlay vayron qilingan. Chingizxon boshliq Mo'g'ullar o'zlariga unchalik qarshilik ko'rsatmagan shaharlarni ayab ularni vayron qilmagan, lekin aholisi qattiq qarshilik ko'rsatgan shaharlarni butunlay vayron qilib yuborgan. Shu tariqa Qo'qon shahri qattiq qarshilik ko'rsatgan uchun tag-tugi bilan vayron qilingan. O'shaning uchun o'shandan avval qurilgan madrasalar bormi yo'qmi bilmaymiz. Afsuski, bu yodgorliklarning 10dan 1 qismi ham saqlanib qolinmadi. Turli yillardagi urush va nizolar oqibatida Qo'qondek jabr ko'rgan shahar bo'lmasa kerak. Xo'qand avvalo qachonlardir yirik xonlik poytaxti bo'lgani, Turkiston muxtoriyatining qarorgohi bo'lganligi, milliy ozodlik harakatining markazi, ma'naviyat o'chog'i bo'lganligi va boshqa sabablarga ko'ra qirg'in va bu buzg'unchiliklarga duchor bo'ldi. 30-40 obidagina yarim vayrona holida jon saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi. Qolgan obidalarni avaylab saqlash, ta'mirlab obod qilish har bir fuqaroning burchidir.